Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun Xalq bankida tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangan. Men Xalq banki o'rinbosari Salom Bahurjon bilaman. Sizlar murojaatlaringiz bo'yicha hozir bizning xodimlar tomonidan hozir kreditlaringiz o'rganib chiqilmoqda. Mansurov Muqtadir, Hasanov Rahmatullo, Amirbek Temirbek Sipovli, Abdiyev Bomrod va Razokov Erkin va yana qolgan tadbirkorlarning ro'yxatga nomlari keltirilgan. Bu bo'yicha bizning xodimlar manzilni ishlab chiqarib, tez fursatda kreditlaringiz masalasini yechib beramiz. Yana bundan tashqari nima kreditga ehtiyojlari desa, bizning shu har bitta 13 ta NFI bizning bankimizga biriktirilgan. Shuning uchun bizning xodimlar va mahalla banklarimiz va NFI agentlarimiz har bitta NFIga biriktirib chiqilgan. Shu bemalol murojaat qilsangiz, biz shu kreditlaringizni tez fursatda ijobiy hal qilib beramiz. Nima masalalarimiz bor, nima takliflaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Takliflarimiz bor. 7,5%ga ehtiyojli kreditlarimiz beriladi. 3 yilga, 4 yilga, 7 yilga pariglagan beriladi. Bemalol. 10 million so'm naqd pul beramiz. Qolgandan yana nimasiga qarab beraveramiz. Chorvoga, mototsikl, motokultivator, ko'p issiqxonalarga hammasiga beramiz. Parrandachilikka. Agar nimangiz bo'lsa, agar tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lsangiz, yana oila a'zolaringizni oldiga olib, yana kengaytirishingiz mumkin faoliyatingizni. 10 million emas, 400 million, 50 million so'm, 100 million so'mgacha beramiz. 2%ga bu. 7,5%. Siz kechqurun menga telefon qiling, men sizga